O'zbeklarning puli ko'paysa, xotinni ikkita uchta qilaman deb aytadi, deyshadi. Bu fikr xato. Nima uchun xato aytaymi? O'zbeklarning puli bo'lmasa ham xotinni ikkita uchta qilish haqida o'ylashadi. O'zi seni bir ko'tingda normalniy turtgan yo'q. Naysani yaxshilab silkitsa, nimangdan boshqa hech qayering qimirlamaydi. Lekin xotinni ikkita qilaman, xotinni uchta qilaman. Shunaqa narsa prям kecha taksiga ketyapman. Taksini oldida bitta amakicha o'tirgan ekanlar. Oldiga sheriklari ham bor, ruldagi odam prям undan ancha yoshroq ko'rinadi, lekin men uni sizlarga o'zi amakicha deb aytayapman. Men ham birinchi ko'rganimda uni amakicha deb o'ylasam, yo'q, u kishi 93-yil tug'ilgan bitta yoshgina yigitcha ekanlar. 93-yillarni yoshgina yigitcha deyish menimcha hozir уже xato bo'lsa kerak, chunki ularning yoshi 30 dan oshgan. Keyin, короче, u kishi birinchi ro'zg'orlardan ajrashgan ekanlar. Keyin o'shandan keyin Xudoga ixlos qilishlar ancha baland bo'libdi-yu, dindor inson bo'lib saqqol qo'yibdilar, boshqa qilibdilar va shuncha dinni o'rganib, shuncha nima deydi uni so'rolarni o'rganganlar yo'qmi? Endi Xudo biladi u narsani, o'zlari bilan Xudo biladi. Faqat xotinni 4 ta qilish haqidagi nima deydi uni tushunchaga ega bo'libdilar, qolgan hech narsani o'rganmabdilar. Ashto agar dindor odam bo'lsa yoki dinni tushungan bo'lsa, birinchi xotinni qaytarib olib kelardi. Keyingisiga nima bir o'ganda 4 ta olaman demasdan, keyin u kishi yana aliment ham bermas ekanlar. Men ishonmaysizlar, affiget qotib qoldim bu narsani eshitib. Endi oldidagi shofyorga, nimaga, taksichiga shu narsalarni chaqchaq qilib berib ketyapti. Men orqada o'tiribman, o'sha narsalarni eshitib ketyapman-da, odamlar nimaga? Ana shunaqa odamlar ishonmaysizlar dinimizni bulg'aydi, dinimizni o'zicha qurol qilib olib, nima deydi uni o'zini manfaati yo'lida ishlatadi-da. Keyin nima ekan, u kishi keyingi, masalan, xotin olsalar, yana keyinchalik xotin olsalar ekan, olish niyatlari bor ekan, u kishini shu turishlariga nima olsalar ekan, u ruhan o'zini tayyorlash kerak ekan, bu kishi keyinchalik yana uni ustiga 3-chi, 4-chi xotinlarni olishiga. Tushunyapsizlarmi? Bu kishi aytib ham o'tirmas ekanlar, ruxsat ham so'rab o'tirmas ekanlar, hech narsa qilmas ekanlar, chunki bu kishi erkak ekanlar. Bu kishini aytgan deganlari degan ekan. Ishonmaysizlar, sen bir po'sho-mo'shomisan yo bo'lmasam bir arab shahzodasimisanki, senga tegishga qizlar o'lib tirilib qarab o'tiradi-yu, keyinchalik xotin olsang ham, "Hay, mayli, malades" deb qarsak cho'lib o'tiradi. Odamlarga ham shunday hayronsan. Umuman nima deydi uni, tuturug'i yo'q, ma'nosi yo'q gaplarni gapirishadi-da bir-birlariga. Вообще eshitib borku, ishonmaysizlar, teppa sochlarim shunday tikka bo'lib ketdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar bu fikrga? Ha? Shunaqa odamlarni ko'rganmisizlar hech?